Assalomu alaykum qadrli Beeline muxlislar. Sizlar bilan yana Beeline uz kanali yangi videolarimizda g'oyibona ko'rishga nihoyatda xursandman. Bugungi roligimizda Beeline'ning arzon tarifi haqida tanishtirib o'taman. Hamma menga yozyapti, qanaqa qilib Beeline kompaniyasida arzonroq tarifga o'tsa bo'ladi, 45 ming tarif bormi deb yozishyapti. Talabga binoan hammasini o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'ringlar va yangilarni tanishib olinglar. Qani tayyormiz, qani ketdik bo'lmasam. Buning uchun bizga Beeline ham ilovasi kerak bo'ladi, ham ilovasi kirib olamiz. Shu yerda topamiz. Ilovani ko'pligi uchun topib bo'lmayapti, topamiz. Mana topdik ham, shunga ilovaga kirib olamiz. Internet bo'yicha pastroq ishlamoqda. Keyinroq tugmachasini bosamiz va shu yerdan tariflar bo'limiga o'tamiz va tarifni shu yerdan oqtaramiz. Mana do'stlar, va'da berganmiz standart tarifi. Batafsil. Mana do'stlar, arzonroq va qulay va chiroyli tarif bo'lgani uchun sizlarga tavsiya qilyapman shu tarifga o'tishni. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Standart tarifi qo'ng'iroqlar 700 daqiqa 10.000 megabayt barcha yo'nalishga, 10.000 megapast X, 15.000 megabayt past X ga. Bu degani do'stlar, bemalol 15.000 megabayt olib, past X da xohlagan telekanallarni ko'rishlaringiz mumkin. 100 dan ortiq telekanallar, Futbol TV, Match TV, UzReport, Zo'r TV va hokazo xohlagan telekanallarni ko'rib, bemalol seriallarni tomosha qilishlaringiz mumkin. Shunga 15 GB beradi, 500 ta SMS va 20 million so'mgacha komissiyasiz pul o'tkazmalari va filmlar, seriallar shularni tomosha qilishlari mumkin. Agarda e'tibor bering do'stlar, agarda abonent to'lovida yetarli mablag' mavjud bo'lmasa, 2,5 ming so'mdan kuniga yechishni boshlaydi, faqat bir marta yechadi xolos. Agar pullar ko'p bo'lsa, keyin kuniga yechaveradi. Agar ozroq bo'lsa, bir marta yechishi mumkin. O'zbekiston bo'yicha 100 daqiqa, 100 ta SMS va 500 megabayt barcha yo'nalishga deyapti. Bu degani do'stlar, 500 megabayt kunda 500 megabayt beradi har kuni barcha yo'nalishga. Agar megabayt daqiqalar tugab qolsa, 100 so'mdan daqiqasi yechaveradi, 100 so'mdan SMS, 225 so'mdan megabaytga. Va 10.000 megabayt barcha yo'nalishga beradi. Mazaqli internetdan aloqadan foydalanishingiz mumkin. Tarif narxi oyiga 45 ming so'm. 45 ming so'm payt qilasizlar va o'tish kodini ham ko'rsataman hozir. O'tish kodi hozir ko'ramiz. O'tish kodi yo'q ekan, shu Beeline O'zbekiston orqali o'tar ekansizlar bu tarifga. Beeline O'zbekiston ilovasini yuklab olasizlar Play Marketdan va ilovaga kirib, bemalol tariflar bo'limiga o'tib, bemalol yuklab olishlari mumkin. Va shu tarifga 45 ming so'm payt qilasizlar va ulash tugmachasini bosib, bemalol bu tarifdan maroqli foydalanish mumkin. Bu tarif abadiy qolishi mumkin. Dunyo shulardan iborat. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Hammaga rahmat.